Assalomu alaykum. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Ijtimoiy himoya milliy agentligi Farg'ona viloyati boshqarmasi yangi media loyihani taqdim etadi. Siz himoyadasiz. Loyihaning ilk sonida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 8-maydagi o'zgalar parvarishiga muhtoj shaxslarga ijtimoiy xizmatlar ko'rsatish ko'lamini kengaytirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaror asosida qabul qilingan Faol hayotga qadam dasturi doirasida yo'lga qo'yilgan yangi ijtimoiy xizmatlar to'g'risida to'xtalamiz. Ushbu xizmatlar tadbirkorlar tomonidan amalga oshiriladi va ular tarkibiga quyidagi 5 asosiy xizmat turi kiradi. Uy sharoitida ijtimoiy maishiy yordam ko'rsatish xizmati, uy sharoitida qarab turish xizmati, tibbiy ijtimoiy reabilitatsiya xizmati, kunduzgi qatnov asosida qarab turish xizmati hamda shaxsiy yordamchi xizmati. Xizmatlar xarajati vaucher bilan qisman qoplab beriladi. Vaucherlar oila hamkori platformasi orqali kambag'al oilalar, yolg'iz keksalar, nogironligi bo'lgan shaxslar, bolalar nafaqasi yoki moddiy yordam oluvchilar, birinchi guruh nogironligi bo'lgan shaxslar, ko'zi ojizlar, nogironlik aravachasida ilk marta foydalanishni boshlaganlar uchun taqdim etiladi. Ushbu xizmatlarni yo'lga qo'ymoqchi bo'lgan tadbirkorlar may.ixma.uz sayti orqali ro'yxatdan o'tishlari mumkin. Siz himoyadasiz.